Men kambag'alman, pulim yo'q, Alloh meni xorlab qo'ydi deydi ko'pchilik. Ayniqsa shu puli kam bo'lsa, faqir kishilar shu gap ko'p aytadi. Yoki biror bir mahallada bir kishi kambag'al bo'lsa, uni Alloh urib qo'ygan, kambag'al odam u, faqir odam u deb dunyo qarashimizda shunaqa bir fikr bor. Bu to'g'rimi bu? Ko'pchiligimiz adashtirib qo'yamiz. Bu dunyo mukofot diyori emas, imtihon diyori. Boylik ham imtihon, kambag'allik ham imtihon. Alloh taolo Fajr surasida aytadi: "Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman." Bir inson agar Robbisi uni imtihon qilib, uni ikrom qilib qo'ysa va unga ne'matlarni berib qo'ysa, u aytadiki, Robbim meni ikrom qildi deydi. Robbim meni yaxshi ko'rgani uchun menga bu dunyoni berdi deb o'ylaydi. Yana boshqa bir inson keyingi oyatda va amma idza mabtalahu, Alloh taolo yana bir insonni imtihon qilsa, faqadara alayhi rizqahu, uni rizqini tor qilib qo'ysa, u nima deydi? Fa yaqulu robbi ahanan, Robbim meni xorladi deydi. Vaholanki Alloh taolo aytayaptiki, ikkalasi ham imtihonda va boylik imtihoni og'irroq. Alloh taolo dunyoni yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beradi. Dunyodagi milliarderlarni qarasak, kofir odamlar ko'pchiligi. Alloh taolo ularni yaxshi ko'rgani uchun bermagan bu dunyoni. Hammamizga bu dunyo sinov, imtihon dunyosi. Haqiqiy mukofot bu diyorda bo'lmaydi. Oxirat diyorida haqiqiy mukofotli bo'ladi. Shuning uchun adashtirmaylik. Kambag'al bo'lsa, payg'ambarlarning ham aksarlari kambag'al bo'lgan. Alloh taoloning qanchadan qancha solih bandalari, qanchadan qancha Allohning do'stlari juda kambag'al bo'lishgan. Ya'ni bu kambag'allik Alloh taolo uni yaxshi ko'rmasligiga, Alloh taolo uni xorlab qo'yganiga dalolat qilmaydi. Mana shu narsaga e'tibor beraylik.